dunyoga baxt, xo'shallik, muhabbatli ko'zing bilan qarasang, u xuddi vafodor Nozininga o'xshash jilvilanib, baxtni suyibdek ko'rinadi. Biroq baxtsizning azobli ko'zida qarasang, u baxtni tor, razil, rahimsiz qotildek qo'rqinchli ko'rinadi. Hayot odamni har xil qo'ylarga soldi. U o'zining birda g'oyib bo'lib, birda paydo bo'ladigan xo'shalligi, dard alimi bilan odamni chiniqtirdi. Yoki holidan ketkizib, boqiy olamga armon bilan safar qildi. Ahmetcan'ın kavrisi kayada kızım. Az kaldı. Aldır. Hikmet, yaxshi mı? Ben seni yo'qlab keldim. Yok, sen ölmedin. Sen bir hayat. Sen ölmeysen. Sen ölmedin Hikmet. Hikmet, biz derhal güllerini yana birisi üzüp de bu çukum hiç göremezsin kılan işi. Şundak mı da? Ha? Hikmet, neymiş kılan gep kımaysan? Gep kısan çoğu Hikmet. Hikmet, gep kısan çoğu Hikmet. Ben senin nakşe etkanlığın tanrı. Bir minut mu yanımdan ayrılığım yok. Sen bana, beni yalnız taşımayma. Hikmet, gep kıla. Sen beni yalnız taşımayma, ayrılmayınız degen ko. Gep kısanca Hikmet. Neymiş ki bana gep kılmaysa? Gep kıla, gep kıla Hikmet. Yok, sen hayat, sen de ölmedin. Hikmet, sen hayat, işenmeymen. Senin ölgünü işenmeymen, sen de hayat. Neymiş ki bana gep kılmaysan? Gep kısanca Hikmet, gep kısanca. Yavrum.
Aşk evri şu mu? Yenide bir ayal turam değil mi? Bana okşumadı. Kızım, meşeyi koyup siledi. Kavristanlık uyak tutursa, uyak koyup siledi kızım. Bu bütünley hikmetinin arsız boyucu oldu. O kimdi o kızım? Ben sizge keyin düşedi. Ben geldim oğlum. Dada. Oğlum. Ben seni yoklap geldim oğlum. Oğlum. Allahsız gidip kaldım oğlum. Benim oğlum. Sen de yaşadın mı oğlum? Oğlum. Boğazınızda bir şeydi. Dada, bulduk. Dada. Oğlum. Yüzümüz değil. Bulduk. Oğlum. Ahmetcan. Oh. Kızım, Hikmet'le bir bütün geçirmişlerden haberiniz var mı? Asli Hikmet. Manım şu bağırken sehrada toğulup, ak üstten boyda oynap çoğ boğanken. Ailesi de, ata-anası, sınlısı, tücca, behmu inan. Hoşal horum yaşaydı ki. Koza, kündü sunmaydı. Günü de diyendek. Bir kıtınlık ot apti. Olanın belki ailesini veyran kıptı. O da hafif dediniz mi? Şundak. Asli, Hikmet'nin dadısı Nur Muhammed. Yüzlük açlık idaresinin tohçusu bulup. Bir kıtınlık tohuna hata ulaştı böyle. Ot apıt peyda bulup. Allah nurgun
iqtisodiy davlat yuklanibdi. Nur Muhammad akam xizmatdan haydalib 2 yillik turma hayotini boshdan kechiribdi. Shu qitimliq zo'r vaqa Nur Muhammadni butunlay boshqacha odam qilib o'zgartirdi. Turmadan chiqqandan keyin haddan ziyoda berilib rahimsiz jidalxo'r odamga aylanib qoldi. Hikmat onasining yordamida o'qishini davomlashtirib to'lg'ordan oxirgi yilga chiqqandan hala bilan muhabbatlashibdi. Hey balla, yürünglar, tamakni bizning uyda yeyli. Hey, bo'ldilar. Bizning uyga borayli. Apam lag'na aytib o'tirdi. Hikmat, sen borsang, lalam boradi. Bizning uyga borayli. Ya, hey bo'ldi. Voy, Qila. Ben baramayman. Uyda apamning mijozi yo'q. Uning ustiga dadamning uyida yo'q. Shunga uyga qaytinsam bo'lmaydi. Hikmat, otang og'rib qolgan edi. Nechqan burunliq demaysan? Seni avval qilmay deb sana demagandim. Yura, undaq bo'lsa uyingga berib, sana tamoq etib beray. Bo'lamdi? Bo'ldi. Uyda singlim bor emasmi? Singlim tamoq etib berdi. Surat, nima qilamsan? Ha? Xo'sh. Qo'shamsa. Xo'sh. Yura lala, mayli. Bu qizg'anchiq. May. Apa, qandaqroq bek og'rib ketyapamdi. Qaynaqsiz qo'yib beray. Do'ringizni ichib olamsiz ya. Mana. Bo'ldi qizim. Og'riq boyamqidan xeyli qo'yib berdi. Qizim, akangning keladigan vaqti bo'lib qoldi. Choyga o't yoqib qo'y. Qo'zg'onlarni ichib qolgandi qizim. Apa, uyda nonmi, unmi tugabdi. Qanday qilamiz? Voy. Dadam degan haraqkash mushu kunlarda naladim yuriydigandi. Deymizmi, dadamning biz bilan nimandaq qari yo'q. Haraq bizdami muhimmi? O gaplarni qilma qizim. Ashu qitimliq o't aptidan keyin u mushundoq bo'lib qoldi. Bo'ldi qizim. Yoshlaringni surtlat. Akang ko'rib qolmasin. Kegizning qetida doktorxonaga ko'rinib oshgan 10 uyam bor edi. Sen chiqib non akirgin. Apa, siz tunugin doktorxonaga ko'ringan pulni nerdan topgandingiz? Ya dadam bu uyga bir tiyinmi pul akirmagan tursa? Akangni oliy maktabga minib qolsa, ishlatamiz deb 2-3 yildan buyon aran 200 yam pul yig'gan edim. Kesilimni davoltaman deb shu pulni tugdi qizim. Bo'ldi qiling apa, ko'nglingizni bosma. Sizga yaxshi qoladigan ish bo'lsa, pul degan tepiladi. Tez bo'l qizim. Ma'qul apa. Tez. Pulni ilib mana kiray. Voy, nerede? Topdimmi qizim? Pul? Nerede pul var? Dada, bu degan apamni davolatish uchun qo'lim qo'shiladi. Qarsagan pul. Akela pulni. Pulni akela. Pulni mana akela. Yo'q, bu degan Pulni akela. Qo'shiladi qarsagan pul. Apam ağırıqma. Apam ağırıq olsa özü ağırıb, özü saqıydı. Dadisi. Dadisi Pulni qaykirib beray, dada. Mana. Akilam dada. Pulni beray. Apa! Qilamiz. Dadamni qanday qilamiz?
Apa? Aka, canım Ne oldu sana? Ha? Ne oldu? Dadam kelib Nima yig'laysizlar? Ha? Do'xtirxonadan oshgan pulni ilib yana aroq ishga chiqib ketdi. Bo'ldi, yig'lamasdan. Yana qana hech narsa yo'q. Apa, qandayroq ahvoling? Sen yaxshi bo'lib qolibsanmi? Hali yaxshi bolam. Aka, opam dadamning putiga esilib edi. Dadam birini tepib opamni yotqizib qo'ydi. Kenim apa. Sen bizim japoyimizni, kichkimizni totding. Dadamning javrasiga chidab, ta hozirgacha yemay, ichmay meni o'qityapsan. Oxiri bu hasrat alamlar. Oilaning ig'ir yuki seni holsizlantirib kasal qilib yiqitdi, apa. Endi men cho'ng oldim. Ailening yukini yana sening ko'tarishiga yo'l qo'yolmayman. Endi mening sizlarnimi, o'zimni qiynab o'qug'im yo'q. Endi men pul topaman. Yo'q, o'g'lim, undaq dema. Sen o'qimasang bo'lmaydi. O'qimayman degan gapni qilg'uchi bo'lma. Yo'q, apa, yo'q. O'qimasang bo'lmaydi, o'g'lim. Yo'q, apa, men endi kichik bola emas. Seni o'qitaman. Sen o'qimasang. Oilamiz bundoq g'irsiq tursa, men qandoqmi xotirjam o'qiy. Uning ustiga oliy maktabga o'tgan taqdirdimi, uningga nurg'un pul kerak. Kelim bolam. Endi seni qiynig'im yo'q, apa. Men o'qimayman. Men sizlarni bu ig'ir qiyinchilikdan qutuldiraman, apa. Dadamnimi halokatdan yondirib kelaman, apa. Apa, O'g'lim. Aka! Mening aqlli o'g'lim. Voilà. Hop. Kavalkan gibi. Otağın oğlu ha? Kilen Nurika. Qo'lingda yelpigi shulan qapoqli kamda. Bo'lmasa Uyg'urlarning ichidan chiqqan jigi bo'lading, ha? Çıkma. qanday holing bor? O'tir. Qisham karqingda. Gap yo'g'on-ku, Nurika. Banki bo'lmagansan, ha? Kami banki bulmadım ama öyle xotinni bildim da. Gap qarasang deb qo'yayman. Xotin deganni-chi, ashi ishkini bir urib turmasam, gazgiga meni deyman. Foto kelganga meni vaqtida hamsa. Qani ishtoq. Mush yerlar bo'ladi-da, Nurika, ha? Ajoyib ishtonda. Yaxshi. Ketdim ben ağabeyde. Ketdim ben. Kettim. Çıkıp kettim.
dünyodagi eng yaxshi ko'radigan odamim. Ondaqda ismim nima? Tong saharda bulbul sayraganda echilgan lola. Hikmat, nimandaq gapga ustib ketding, ha? Meni kechikib qoldi deb, men xafa qilmayotgansan? Yo'q, men Nim bo'lding, Hikmat? Ajab g'amgin ko'rinsan. Hech nima. Nim bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. Men degina, Hikmat. Mening oilamni obdan bilasan, Lola. Dadam shu qitimliq voqeadan keyin butunlay o'zgarib, haroqqa berilib ketdi. Dadamga qarab, opamga kasalchan bo'lib qoldi. Bundaq sharoitda mening o'qishni davomlashtirishim mumkin emas o'xshaydi. Opam dadamning jafosini, bizning eg'irchiligimizni yetkich topdi. Men hozir dadamning qilib yurgan ishlarini jirgansammi? Biroq u yana mening dadam. Men endi maktabda o'qimaymikin deyapman. Nima? Imtihon berdiganga oz qolganda bunday qilsang, oliy maktab o'tgan taqdirdami o'qish uchun nurg'un pul kerak. Mening oilamning ahvoli bundoq tursa, bir amal tepilib qolar, Hikmat. Bo'ldi. Opam sog'irib yana nalaga bordi. Men bir o'g'il bola. Endi opamni sog'irtirgan ishni hargiz qilmayman. Dadamning hozir uy bilan kari yo'q. Bir ish bo'lsa, meni pul topmading deb urdi. Opamni dumbalaydi. Shuni men tanlagan bu yo'l shu ishlarni bir taraf qilishning eng to'g'ri usuli deb o'ylayman. Meni qo'llashingni umid qilaman, Lola. Hikmat, pul topaman deb meni tashlab yiroqroq ketib qolmassan-a? Hijron muhabbatni tavlaydigan o't. Nagil ketay yuragimda sen bor, Lola. Shundoq. Bir-birimizga sodiq bo'lib, muhabbatni qadrlasakla, yengil bo'lmaydigan mushkulot yo'q. Shundoq. Naqsh etibdagina, Hikmat. Naqshingni bakmi anglag'im keldi. Haras Hikmat, menga beg'islab naqsh ijod qilaman degan va'dangni unutib qolmadingmi? Unutib qolmayman, Lola. Men cho'qim bir kuni senga beg'islab naqsh ijod qilaman. Bu naqshini ikkimizning to'yida aytib beraman. Shu kunlarga tezroq yetkazgay ilohim. Tinchlikmi Gulsimada? Voy, keling. Tinchtiribsiz, Yaxshi, yaxshi. Opam ansirab qolmasin. Men ketay. Ketamsa? Seningdan faqat ayrılg'im yo'q, Lola. Menmi shu Hikmat? Shundoq qilib maktabga bormaydigan bo'ldingmi? Voy sana dedim bu. Yana bir obdanroq o'ylanib boqqin. Men ketay. Xo'sh. Ma'qul. Xo'sh.
yo'lingizni berib turamdikin deb kirgan edim. Shundaqdimi, birdam o'ltirmamsiz? Bo'ldi, rahmat. Gulsimada Lola u ko'rinmaydi-ku. Takror qilaman deb vaqt chiqib ketib edi. Lola aqlli ham chiroyli qiz bo'ldi. Diqqat qilmasangiz bo'lmaydi, jamo. Voy, nimaga? Qizingizning yigit tanlashiga bo'lmamdi. Voy, ular texi o'quvchi tursa. Qarag'anda Lolaning ishlarini bilmaydi ekansiz-da. Neymiş? Lolachi hili qaraqqa Zaboy Nur Muhammadning o'g'li Hikmat bilan ob'ekt demiş. Ular maktabdan ayrilmay birlashar ekan. Astagfirullah. Biz bu ishni anglab hayron qoldik-da. Lola ularning xili bo'lsa, u Guharni toshga urgandek ish bo'lmamdi. Lola baq kitob o'qib chiqib ketmadi. O'sha haraqkashning bolasi bilan ko'rishga chiqib ketdi-da. Voy, shu ishlarni qilib yuribdimi? Gulsimada Lolani obdaroq boshqarib qo'yingchi-mi? Zeynabada, qanaqa ahvolingiz? Lola, tinchmi qizim? O'tiring. Rahmat, bo'ldi, men chiqay. Gulsimda jimbilni olib beramsiz. Tomoq yeb chiqsangiz bo'lmamdi. Rahmat, bo'ldi. Tomoq yegil ayrim kirma. Kirasiz amsa, jim. Ma'qul. Xo'shamsa Gulsimada. Ma'qulamsa, xo'sh. Opa, nim bo'lding? Mijozing yo'qmi, opa? Opa. So'ra nim bo'lding, opa? Gap bo'z demamsan, odamning ichini siqmay. Hey, meni mahallada yoshi qilib qo'yamsan, qo'ymamsan, ha? Men seni deb qanchalik jafolarni topmadim. Dadang rahmatlikning yo'qligini tushundirmaslik uchun men nimalarni qilmadim. Bugun kunga kelganda sening men qaytiradigan javobing mushi bo'ldimi endi? Opa, men zoda nemishni xato qildim demamsan. Hozir nima qilding? Bog'da takror qildim. Hey, kim bilan? Hikmat bilan. U sening nimang? U mening savoqdishim. Meni to'la oldig'ichi bo'lma. Ma'maldagi gap so'zlarni meni anglamadi deyotamsan. Eshib, osh xo'raqkashning bolasi bilan ishpash tatishib yurgidek bo'ldingmi? Opa, dodasi xo'raqkash bo'lgani bilan Hikmat yaxshi bola. U vafodor, obdan bola. Men uni sen men bilan gap taqalishyapsan, texi. Seni o'qitib qo'ysam, endi menga dars o'tdek bo'ldingmi? Bugundan boshlab hiliqi Hikmat degan nimani ko'nglingdan chiqarib. Opa, men unda qilolmayman. Hey, sen mendan aymanmay shundoq gaplarni degidek bo'ldingmi? Men senga deb qo'yay. Bo'ldi. Ertadan boshlab maktabga bormaysan. Takrormi qilmaysan? Seningdek o'zini so'ramagan bolani ertadan boshlab maktabga berib taqaqini. Bolalarım, ne iş qilyapsizlar bolalarım? Apa, akam ozroq ko'rishga kirib ekan, sizga shogird qaynitib beraylikmi deyapmiz. Voy canım balam. Ko'rishni nadim topdim canım balam. Soat tugmachining suyini to'shib berib, shundan oldim apa. Voy canım balam. Yaxshi aramag'in. Meni tanımayotamsan? Ha? Meni tanımayotamsan deyman. O'tava bu yoqqa. Piyola kela.
Canı gap kılavatımız sağ deyme. Hey! Hey! Nimi tamak attın la? Şogiriş. Şogiriş? Tüzgürak tamak etsen ülüşemse, ha? Şogiriş etken bunu bile. Mu şogirişni mi tamak dep ettin mi? Ha? Hey! Dada, öyle tamak kılıdığın işinin bulmasa, şogiriş kılmay, nimi kılmaz emse? Sen tapmay, neymiş kılırsan deyme, ha? Neymiş kılırsa? Men çok ara, seni bakımen dep. Müşkün taga edem ben. Sen yüz açtık nakışçı mı? Ha? Halkның balları çok ara, pulunu pulga urup, öyle güldek bekavatlıdı. Sen neymiş kılıvatsa, ha? Koladın neymi keledi deyme, ha? Neymi kıldın sen, ya bakına. Koladın neymi geldi? Dada, başkalarının dadılları mı? Senin de tapkan teyenge harak içip, öyle sorup yürgün yok. Hey! Neymi dedin sen? Ha? Dada! Aram sana! Dada! Duydun Gökhan! Duydun Gökhan! Gökhan tepene sözüm yok! Bu başkalardan sultan! Eğer kulak boyunu onu söylettirdiğin bakın! Ya sen öylesen ya o kişi köpüs opa uyudu! Oğludun mu? Hey haram tanak oğludun mu deymen? Hey haram tanak! Oğludum! Ben pul tepkiley! Eğer ben gelgice opa bilen sen vurup bir şop kalıdığın bolsa ben sen bilen ayrı hesaplaşım baba! Hey! Muhammed Hasim seni vatamda! Hey! Ben seni boğuzu yuturan! Seni boğuzu yuturan! Tokta! Beni koyuda! Hey! Madem bilen tutulmuş vatada! Estağfurullah! Beni koyat! Hey! Estağfurullah! Hey! Hikmet, nim oldu sana ders? He? Nim buldun? Nim oldu ders? Digine? Üstüme şun kan bulup yetipti o. Nim oldu sana? Dadam mı? Gitti. Şu lanetli dadansa koçamı tuzla adaş ya. Umalı mümkün adaş. Ben bir yerin kan bulup yetipti o. Ben yürüp koyayım. Dur. Ben yürüp koyayım. Giyimlerini olmuştur vağına. Hikmet, bana ki vaqın adaş. Boldu, gönlüğünü yerim kılma. Ben 100 gün sonra yürüp, beşini tenip koyay. Hem işler ütüp gidiyor. Bana adaş, bana. Qanaqraq, beşini yana ağırlatamdı. Yaxşı. Nasıl yaxşı. Boldu, elide adaş ya. Ama adaş, hazır tek soqayını da alsam olmaydı. Oy. Ağırlatamda? Yakay, boldu. Şunda qilib, maktabga bormam sen? Yo'q. Men endi pul tepishim kerak. Hozircha kiraga pul yo'q. Ozroq pul berib tursam. Og'ina, bu nima deganing, ha? Bu kichikli ish ku. Agar senda bo'lmasa, menda bor. Mendan so'rasam bo'ladi-ku. Menda yo'q bo'lsa, menmi senda olma emasmi? Biz degan
qiyomatlik ah yine. Hey? Lala bilan ko'rishib mangdigan sen. Sen bilan birga maktabga berib ko'rishib mangay. Mundaq qilayli. Sen ishga oldi saqlab tur. Men maktabga kirib, Lala'yı qarab baqay. Bavos chaqirib chiqaman. Bo'lamdi? Ma'qul. O cho'qim qo'shiladi. Ma'qul. Mayli. Ayğını ki adaş. Ki. Neymiş hikayemini okumadım. Lala bugün mektep kemnepti adaş. Oldu. Ben uygul baray. Sen dersin kirivagin adaş. Undaq olsa, mağdığa vaxtını görüşeyle ya. Buludu. Ben sana haber kılım. Ma'qul. Xo'sh emsan. Rahmat sana. Ben ders kirib ketdim emsa. Xo'sh. İşgaldık gelip eşekte kangırıp nemi qilmoqchisan? Anlap qo'y, seningdek zaboy harakatni o'g'lab beradigan qizim yo'q mening. Ko'zimda yo'qol. Men sanga qo'yay, senchi Lalaning xil emas. Hey, nimanga ishonch qilib qizimni kirib olding? Ya bir katta to'y qilib og'ida puling bormidi? Ya bu harakatdan o'ylab qo'yam seni. Hadi, men pul tepib oldingizga kelsam, bundaq yolg'on gapingni berib opang olib dodongga deb bergin. Buningdan keyin yana qizimni kirib oladigan bo'lsang, men seni bosh qo'yib atmayman.
Surat. Kim o? Kira. Hikmat. Kira ag'ina. Kira. Ha, ustiga chiqa. Ha, kela adash. Yuqorga o'ta. Ha, o'ltir. Nima ish bo'ldi? Solishib ketibsan qadash. Lalaning opasi yomon qattiq haqorat qildi. Buningdan keyin Lala bilan ko'rishishim mumkin emas o'xshaydi. Men bir parcha xat yozib qo'yay. Berib qo'ysam bo'pti-ekan adash. Bir parcha xat degan nima adash? Men berib qo'yman. Ikkimizning o'tirisida bundoq kelib ketamdi. Men ish topgandan keyin oilamdagilarga sen orqali pul Lalaga xat avatib turman. Ig'ir ko'may ularga yetkazib qo'ysam. Xotirjam bo'l. Mening avatganligimni ularga demisang, senli bilgin. Yani shu dadangning meni parakanda qilishidan qo'rqibsan-da adash. Shunaqmi? Ansirma adash. Laladan xotirjam bo'lolmayotamsan. Men obdan qarab qo'yman. Biz savoqdash tursak, xotirjam bo'l. Men uni obdan qarayman. Xotirjam bo'l, a? Ansirmsan bo'ladi. Ansirma sana. Bu yaxshiligingni cho'qim qaytarman. Nari gapni qilib ekansan adash. Xotirjam bo'l, a? Aka, oshxonangizda manqiqdek ish bormi? Mushat ish qilib jenimni baqsam bo'pti-ekan. Nereden geldin? Yezdan keldim aka. Bizning odamimiz to'liq. Aka, men qochquchi yolayman, hamma ishni qila olayman. Men
Men bo'ldi ukam, bizning vaqtimizdan may chiqib tur, ha? Hozir odamimiz to'liq bo'ldi, chiqib tur ukam. Ukam bu yerga. Tamoqning pulini men to'layman. Bir qosh tamoqqa chiqib beraman. Ha, bir taqsilaqman. Qarasam, yezing kelganda qilasan. Ha. Bu yerda urug'ni qoldiring bormi? Men bu yerga ish izlab kelgan. Ota-onang bormi? Yo'q. O'lib ketgan. Isming nima? Ismim Ahmad. Ahmadda. Nima ish qila olaysan? Men to'liq o'tirdi o'qigan. Naqsh ayta olmayman. Dutarnimi yaxshi chala olmayman. Oy, barakalloh ukam. To'g'ri ekanda. Qo'shig'im hozir eshitdi-da ukam, ha? Rahmat. Bir ishingiz bormi aka? Men qilib o'tay. Mening hozir bir ishim yo'q. Men shu topda sen to'g'rilik o'ylayapman. Bir hafta bo'ldi. Abdulum rayonlik san'at institutining odamlari shahrimizga kelib, sana o'xshash talant egillaridan imtihon olyapti. Ular aytmoqchi imtihon berpasan qanday? Ishonching bormi? Agar shunday fursat bo'lib qolsa, o'zimga ishonchim bor aka. Ular yura. Canım bolam Hikmet. Nelerimi temtirab yürüydiğin sen. Apa, yetivermey o'rningizdan turibsiz ku. Adam yetiverse keselcan bu ketadigan kızım. Aklan, kırlanmay yürüdü. Bo'ldi kızım bo'ldi. Bu akamın köyünü. Bechora balam bir qo'r kiyim bilan chiqib ketgan. Naladim kelib tantirab yuruydi. Apa, bo'ldi ko'nglingiz yerim qilmagan. Akamga hech tushunmaydi. Naladim tantirab yuruydi sen balam. Azroq pul tez qaytib kelaman deganda qo'pat ardi qaytib keladi apa. Ko'nglingiz yerim qilmagan. Kim bo'ldi? Dadammi yo'q mana? Canım balam. İlahim sağ salamet yenip kelgay. Yollarında sen yarsın. Ayrılışqa kelsen bugün bilsen könglimni. Taşna bunu. Bo'ldi. Bir hafta oldu. Bir an aqshinimi topamadik aka. O'nchilik umidsizlanib ketmayli. Fursat degan yana bor. Nerdik fursatni deysiz Mutallib aka? At mangdigan tursak. Mang'ichi biroz chiqib qola. Ahvolingiz yaxshimi? Tinchlikmi? Salomatlikmi? Tinchlik. Ha, qanday ahvolingiz? Tinchlikmi? O'zingiz Mutallib aka, ko'rinmaysiz-ku. Yaxshi-ku. O'zingiz kechikib qolgan bo'lsa, chiqim bo'lmasin dedingizmi ya, ha? G'olibjon, undaq bolalarni emas. Shundaqmi ukam? Ya'ni Mutallib akam tushunadi. Sizlarni yaxshi naqsh topamidi deb anglab, shunda yaxshi naqshdan birini keldim mana. Ko'rib boqamsizlar? Ha? Voy, yaxshimisiz ukam?
Ko'rpa qilmasa Mutalibga? Ha, bo'ladi ukam. Biroq keling Mutalibga. Ha, bo'ladi. Ma'qul. Ha, naqshani aytib baqa bolam. Maharatingni bir ko'rib baqayli. Men xalq naqshilaridan qop-qora qo'y ko'zligim degan naqshini sizlarga o'ralab beray. Qop-qora qo'y ko'zligim Qani yaxshi ekan. Jonim pida bo'lsin. Qala bolam degan. Qani yaxshi ekan. Qandaqroq Mutalibga? Bo'ladi ekan ukam. Ovoz xili yaxshi ekan. Jonim Bo'ladi ekan ukam. Rahmat sizga. Ha, yaxshi. Bu yoqqa kela o'g'lim. Hey kela. Ha. O'tir. Isming nima? Ahmad. Qayerda tursan? Hozir mening turar joyim yo'q. Ota-onang-chi? Kichigimda o'lib ketibdi ekan. Ha. Bo'ldi. Sen qabul qilinding. Asma, ati men bilan birga mang. Mutalibga Ağlısam, mağdı gelsizler. Şuna Elim Ahmet Çay için bir çay vereydigen. Qada. Boludu ukam. Boludu. Onda xolsa biz mangayli. Yürem alam. Rahmet. Maqul. Ağna. Selam ukam. Selam ukam. Rəhbət sazını anlaylı. Selam. Apam dua qilgan bo'lsa kerak. Men bu yerga ish istab kelib, yaxshi niyatli odamlarga uchrab qoldim. Bu mening baxt peshonamning o'ng'liqidan bo'lsa kerak. G'olib akam meni Mutallib akamga tanishtirmagan bo'lsa, mening o'qish orzuyimdan eg'iz etish mumkin emas edi. Bu mening tushim bo'lib qolmasa edi iloyim. Mana bu şey bizning oyliklar ayınımız balam. Sen bundan keyin bizning o'yib tursa balam. Ürümçi pek güzelken. Sen bundan keyin şu güzel şehirde okuysan. Sen tirishib o'qisanglar, har qanday ishqa mana mayga. Keldikmi? Keldik balam. Tusha.
Yürü balam. Yürü balam. Keling balam. Bizning uyga chiqaylik. Bizning uy mana bu shu. Canım dada, yaxshi turdingizmi? Qandayroq turdingiz? Yaxshi, Men yaxshi turdim. Men sizlarni tanishtirib qo'yay. Bu mening qizim Saba. Bu yoq akangiz Ahmadjon bo'ladi. Akangiz? Keyin tushuntirib qo'yman. Qani uy kiringlar. Qani uy kiraylik balam. Men qizim. Akilama alay. O'tiring. Akilang dada. Men. Qo'sqinlar tuz ochqandi, ha? Sizning tomog'ingizni yeymiz deb Ahmadjon ikkimiz tomoq yemay keldik qizim. Unda xussa choy ichgach o'tiringlar, men tomoq hazırlab kiray. Men qo'limni yuvib kiray balam. Qani ag'ash o'tiring. Ahmadjon balam qo'lingni yuvib ol. Ash uydimi? Ash edi. Olta balam. Uylarimiz bek esilganjimi? Bundan keyin sen mushu uyda tursan balam. Choyinglar dada. Rahmat. Rahmat. Sizlar choy ichgach o'tiringlar, men tomoq etib kiray. Choy ichcha balam. Qo'sog'im ochqandi. Hali. Nimaga tayyorlik qilyapsiz, qizim? Nimaga tayyorlik qilyapsiz deyman. Sizlar men etib beraymikin deyman dada. Mayli, bo'pti. Uyimizni rostla yaxshi zinatlayapsiz. Shundoq balam. Bundan keyin sen mushu uyda tursan. Qo'sqing to'ydimi balam? To'ydi. Bek o'xshabdi. Sabah, bu yoqqa chiqing qizim. Ahmadjon akangizga o'rin rastlab bering. Charchab ketdi, aramasin. Chiqib aramal o'g'lim. Chiqa. Aramal balam. Aramal. Jana Ahmadjon aka. Bu yoqqa kelib o'tiring qizim. Men yo'q zerikdingizmi? Yo'q. Dada, u mening qandaqsiga akam bo'lib qoladi? Yetimning qadriga yetim yetadi qizim. U bola asli bir yetim bola ekan. Ahmadjon aka, yaxshi uxlabsizmi? Bek yaxshi uxlabdiman.
Çay için. Mutallab akam ko'rinmaydi go. Dadam attigan sirtqa harakat qilib chiqib ketgandi. Siz bir yerda ishlamsiz? Yo'q. Bundan keyin ikkimiz savodlashib qolamiz. Men yangi maktab bitirib muzikadan imtihon berib san'at maktabiga qabul qilindim. Voy, undaqda bak yaxshi bo'pti go. Bundan keyin ikkimiz o'zaro o'rganib yordamlashimiz shu. Ilana. Voy, dada. Qandaqroq bolam? O'tir. Qandaq? Yaxshi uxlabsanmi bolam? Bak yaxshi uxlabdiman. Çay içsene dada. Qani, Ilana. Bolam. Ahmetcan, bundaq ish bolam. Ertatiganlikka sen maktabga tizim qoldiradigan kun. Sabah bilan ikkinglar bir sinfda. Yaxshi o'rganib, kelgisida yaxshi bir muzikant. Elsuyer bir naqshchi bo'lib chiqishinglarni umid qilaman. Men cho'qim ajringizni yerda qo'ymayman. Yaxshi. Bo'ldi. Endi çay içeyli dada. Çay içeyli. Ekilan. Bo'ldi qizim. Ilonlar. Canım kızım, niman da qilsa. O'zingni bir tuzashtirib yursang bo'lmamdi. Sana qarsam, men tugishib ketyapman. O'zingni oyimsan, meni o'zimni oyig'in. Men shu sen yaxshi bo'lsin deb shunda qilyapman. Bunda qilsam, meni tugashtirib etsan juma. Yaxshi bo'lsin deysan. Ergizim bunda qilmagan bo'lar edim. Meni hikmatdan ayirib etmaydin. Jismimizni ayirib etganing bilan qalbimizni ayirib etmaysan. Sening xiyoling yana shu hikmatdimi? U sening beshingni o'ylantirib etgan o'xshamamdi. Malla hayot bo'ladi ekanman, sening uning bilan aralashganingni bir ko'ray. Men sizni o'tkazib kelgicha mush joyingda midirmay o'tirsa. Hikmatgining bo'lgandi. Necha kun bo'ldi uning naqshisini anglamadim. Hikmet Lale'ye yazan xetida nimalarni dedikin? U qaytib kelsa, Lale bilan to'yqib ketaman. Men barmog'imni tishlab qolamanmi? Yo'q, bu mumkin emas. U mening, uni meningdan hech kim torta olmaydi. Ko'zimning qarisi, yuragimning parisi.
Canım Lale, selamet misin? Ben bugün hilqi joyda seni bir gün saqladım. Biroq sen chiqmading. Men opaning til haqoratlarini anglab, sening nima uchun chiqmaganligingni uqdim. Opang meni va mening oilamdagilarni bakpas ko'rdi ekan. Dadamning xatoligini mening va bechora opamning xatoligi deb biladi ekan. Canım Lale, pul bizning saf muhabbatimizning maqsadi emas edi. Biroq shu pul tufayli men uydan haydaldim. Shu pul tufayli opangning oldida xorlandim. Men biz uchun va bizning to'yimiz uchun pul topsam bo'lmadik. Shunga men sirt shaharlarga ish izlab ketdim. Biroq sen meni saqlagin. 1 yil, 2 yil, 3 yil pul topaman. Chunki men pul topsamla, ondan ikkimizning to'yi bo'ladi ekan. Sana erisha oladi ekanman. Meni saqla. Sen har qachon, har minut qalbimda. Seni mangu suyib, bechora yolg'izim Hikmat. Lale bilan to'y qilamiz-di. Bu mumkin emas, Hikmat. Sen tugashding, Hikmat. Sen tugashding, sen tugashding. Surat! 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 Lale, üstüge chiqib o'tir. Bu yoqqa chiq. Bo'ldi, Surat. O'ltiramayman. O'ltiramayman. Uydan o'g'irlikchi qochib chiqdim, Surat. Chiqib o'tir, o'ltirib borang shali. Bo'ldi, o'ltamay, Surat. Necha kun bo'ldi Hikmatning xabarini hech olmadim. Shunga seningdan bir xabarni o'qib boqay deb kelishim. Desam gap chiq Lale. U o'tganda sen bilan ko'rishman deb chiqib ketib, yerim kechida solashgan pet qaytib ketdi. U menga jondan to'ydi. Lale'den nefretlendim. Bundaq yaşıqca öyle olaman dedi. Ne onunla? Onda qılmagın. Otlarda uquşmaslık bağışaydı desem. Yerim keçide öyden yügürüp çıkıp gitti. Ben onun aksından yügürüp yetişemedim. Akıda ensirep öyge basam öygüm bağmaptı. Keyin Akistan boydan qanıq boyalgan köynegim tapdım. Nima? Qanıq boyalgan? Yo'q, Hikmat olmaydi. Sen meni aldayapsan. Men seni nima deb aldayapman? Yolg'on. Mümkün emas, sen meni aldayapsan, Surat, shundoq. Sen nima deb aldayman? Manga ishonmasanmi? Uning ko'ylagini to'lagasan? Hikmatning ko'ylagini to'lamadingmi? U o'lgan bo'lsa, uning jasadi-chi? Uning jasadini topolmadim. Yo'q, bu yolg'on. Sen meni aldayapsan. Yo'q. Lale! Lale! Hikmat! Hikmat, neredesin? Hikmat! Hikmat! Hikmat, neredesin? Hikmat!
Sen ölmezsen Hikmet. Yok. Sen ölmezsen. Hikmet. Yok. Buldum kızım. Kimnin köyüne? He? Abla, Hikmet öldü beydi. O ölmedi. O ölmedi. Oldu çığlama. Benim baba. Yok, o ölmedi. Ben şenmeyim. Yok, Hikmet ölmedi. Yok, Gideyim. Hikmet ölmedi. Hikmet ölmedi. Yok. Yok. Şenmeyim. O ölmedi. Yok. O ölmedi. Abba. Beni koyun. Abba. Dostum Surat, yaxshimsan? Men bu xatni oldirash yozyapman. Men hozir yaxshi niyatli bir kishiga yo'liqib, Urumchiga kelib ish topdim. Nima qilayotganimni hozircha sana demay turay. Keyin seni birdala qo'shal qilaydiganligimga ishonchim komil. Qadrli do'stim, pat yaqinda sana pul va xat avataman. Bu pulni opamga, xatni Lolaga berib qo'yishni unutdim. Ahvoldan qaraganda bu yerda 4 yil turib qoladigan o'xshaydi. Lolaga salomimni va bu ishlarni yetkazib qo'y. Xayr, san salomat tilab, do'stim Hikmat. Agar mushundoq ketaversa, men yaxshi niyatli bir odamni, Mutallib akamni aldab qo'ygan bo'laman. Yo'q, bunday qilsam bo'lmoqdek. To'g'ri. Men bu ishlarni Mutallib akamga cho'qim deyishim kerak. Kirim. Mutallib aka, haqqini o'ldiring. Tek uxlamapsan balam. Faqat uyqum kelmadi. Ha. Ati maktabga borasizlar balam. Sen baldırak aramag'in. Mutallib aka, sizga deydigan bir gapim bor edi. Nima gap? Men asli Ha, gap qilma. Yana shu xijolatchilikning gapimi? Men asli Ha, bo'ldi. Sen hergiz meni xaf qiladigan gaplarni qilma. Bu degan o'zingning uyi. Ha, qandoqli ish bo'lishidan qat'iy nazar buni kallangdan chiqarib et. Ha, bo'ldi, boshqa ishni o'ylama. Aramal. Mutallib aka. Ha, yaxshi o'qi bolam. O'dan aramal, ha? Mutallib aka. Ha, bo'ldi, aramal.
Bizning bir-birimizga mehrimiz tushib, ota bola bo'g'inimizga 4 yildan eshib qoldi. 4 yillik o'qishingmi bitdi. Sening qayerda ishliging bor? Men Uljuga ketayimkin deyapman dada. Nima? Sana bu yer yaramidimi bolam? Undaq emas dada. Meningmi o'ylaganlarim bor. Meni qo'llashingizni umid qilaman. Yo'q, siz ketsangiz bo'lmaydi. Men sizni hargiz ketkizmayman. Sizga shunchalik yaxshi o'qidingiz. Hozir Naqshchi Ahmadjon Mutallib desa, tanimaydigan odam yo'qdirsa, sizga viloyatlik o'maklarga emas, Abdulmuraylik o'maklarga mos keladigan tursangiz, Haris sizni radio stansiya ziyorat qilmoqchi ekan. Qo'ljida bunday fursatlar bormi? Ketmang Ahmadjon. Siz hargiz ketmang. Agar siz ketsangiz, bu Men yurtimdan ayrılgalı 4 yıl oldu. Ata-anamı sığındım. Meni saqlayotgan Lolani sığındım. Men endi bu ahvollarni yoshirmayman. Endi bu sirlarni oshkorlaydigan vaqt kelgan o'xshaydi. Men yurtimga berib, ota-onam bilan ko'rishiman. Go'zal Lolam bilan to'y qilaman. Jinim Lola. Biz visal topadigan sanoqli kunlar qoldi. Oy, sabah. Yaxshimi? Keling. O'tiring. Hech uxlamadingizmi? Soatil uxlayolmadim. Duttani bek yaxshi chaladi ekansiz. Duttanimi? Nadikin bunda qilib qo'ydim. Bir shomti. Men sizdan bir gapni so'ray dedim. Qani, so'rang. Siz meni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'rman. Siz degan meni singlim tursiz. Nima deb yaxshi ko'rmagidakman? Yo'q, mening demoqchi o'g'lim. Singlingiz o'rinda emas. Qiz do'stingiz o'rnida yaxshi ko'ramsiz demoqchi. Nima? Bu nima deganingiz? Men sizni azaldan singlim o'rnida ko'rib keldim. Unda qalayimqan xiyolon qilsangiz bo'lmaydi sabah. Menda bo'lmaqadek. Men qandaqdir sizni yigitim o'rnida ko'rishni xohlayman. Men siz yaratmoqda qiz olamasdimmi? Yo'q, bunday demang. Bu mumkin bo'lmaydigan ish. Mening qalbim allaqachon yiroq bir sahrodagi qizga mansub bo'lgan. U allaqachon mening qalbimni egilib bo'lgan. Mundaqda birsi bor dana. Siz bizni aldabsiz. Yo'q. Men sizlarni emas, o'zimni aldab kelyapman, o'zimni. Siz vicdanınızı so'rab beqing. Vicdanınız buyurgan ishni qiling amisa. Vicdanimning nima deydiganligi menga ayon. Lekin siz menga mening yaxshi singlim. Yo'q. Sabah.
mana. Ana. Çattım ben. Çattım. 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 Hey, çattım. Çattım. Hey, çattım. Ma'qul emisa. Xo'shamiz bo'lsin. Ma'qul emisa. Mana 7-chi qatim kelishimiz. Bir o'ylashib beqishali, ha? Biz noumid qolmasak. Ma'qul emisa xo'shamiz. Ma'qul. Turib qolsizlar. Xo'shamiz. Ma'qul emisa. Xo'sh. Bu qiz bilsa. Hikmat debmi turgan? Endi buni ro'yoq yiqishga bo'lmaydi. Helimi bu elchilar 7 qatim kep bo'ldi. Qizim. Bugun elchilarning mushunun bilan bu uyga 7-chi qatim kelishi. So'rakjanmi o'zi shundoq o'pdan bala. Uning ustiga o'zingning savog'ishi, iqtisodiy ahvolimi yaxshi. Yo'q, oppa. Hikmatni saqlayman. Qani o Hikmat balam? Helim uni 4 yilcha bo'ldi saqladim. Mushu vaqtcha izdergim bo'lmasa, Allah qachon bu dunyodan yo'qolgan nimaga kechgacha tamoq qilib o'ltiraveramsan? Helimi tangtishlarining hammasi to'y qilib bo'ldi. Senli qolding shu taqda. Oppa, u degan suratning o'yini. Hikmat cho'qim bir kuni qaytib keladi. Uning bergan va'damni buzolmayman, oppa. Sening oldingda kichikkin yuzimmi yo'qmi jinim balam? Men seni shunchalik jafoda cho'ng qildim-ku. Dadang rahmatli vafot bo'lgandan keyin nurg'un elchilar kirgan bo'lsa-mu, men turmushlik bo'ldimmi? Nima deb? Faqat senila deb balam. Oppa, nima uchun qizim? Buning hammasi sen uchun emasmi? Jinim oppa, bularning hammasini men bilaman. Biroq sen bana opangning o'rnida emas, xizmatkoringga muomala qilgandek muomala qilyapsan. Agar mushundaqlik qiladigan bo'lsang, bo'ldi, men ketay. Dadangning yeniga ketay. Jinim oppa! 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 Jinim oppa! Bunda qilmagin oppa! Bu dunyoda mening seningdan boshqa hech kimim yo'q, jinim oppa. Sen dadamning yeniga kelsang bo'lmaydi. Men qanday qilaman, jinim oppa? Bunday ahmoqlik qilmagin. Jinim oppa, men sen uchun muhabbatimni emas, jinimni qurbon qilishga tayyor, jinim oppa. Men gapingni anglayman, jinim oppa. Oppa. Herkes ahmoqlik qiluvchi bo'lma, jinim oppa. Men gapingni anglayman. Gapingni anglayman, oppa. Jinim balam. Apa, Nim bo'ldi qizim? Anladingizmi? Neni? Lala hadam to'y qildi. Kim bilan? Sirat akam bilan-chi. Sirat bilanmi? Akam
Nelerden yürüydü kandı? Şunu deymen, 4 yıldan açtı, çimiplik yaptı. Biçara oğlum, nelerden yürüydü kandı? Lala hedin, akamı saklap seyirken okşaydı. Bu kızım uvalla, elimi uzak saklap gitti. Akamdan hiçbir haber yok. Ayşemide, Nurmehmet kamni mashinasi qo'yibdi. Yezaq doktorxon ekan. Xudoyim, dadamni ishni ko'rdim. Voy xudoyim, ishni ko'rdim. Kegilik bu. Voy xudoyim. Dadası, göz oldu. Dadası. Gözüm içine, dada. Yığılma. Korkma. Biz davalayız. Hadi, yığılma. Çoğun şoqdek durdu. Oң piti adisiga yo'liqib zaxmlanibdi. Undan sirt butun badani spirtdan zaharlanib, jigri kardan chiqqan o'xshaydi. Uning uchun biz oldi bilan davolash ep berib, ondan operatsiya qilsak bo'g'adak. Davolash haqqi uchun hozircha 4000 yuan pul topshirsizlar. Nima? 4000 yuan? Shundoq. Turmush ahvolinglar menga ayon. Agar hozircha topshirolmasanglar, men sizlarga kepil bo'lib turay. 3-4 kundan keyin bir amal qilib topshirasizlar. Rahmat ukam, rahmat. Qandaq bo'ldi apa? Hech nadim bitmadi qizim. O'zdi yo'q, olamda yo'q degan shu. Endi qandaqmi qilar? Qandaq qiladi? Uyni setaylik. Uyni setaytamdi. Uyni setirasak, nada o'ltiramiz apa? Nada o'ltirabdi. Eg'irimizni yeb ko'tirib, uni qutuldirmasak bo'lamdi. Kimga sotamiz? Suratni uy oladigan deb atadi. Shu suratga sotaylikmikin? Heliqi uydan ep chiqqina qizim. Seni izlab meni edim. Nima bo'ldi? Mundaq ish edi. Nurmehmetdan og'rib, balnisti yetib qolgan edi. Doktorlar 4000 pul etganinglar deydi. Pul izlab kirmagan to'shigim qolmadi. Og'ining hikmat bo'lgan bo'lsa-mu, bunchalik bo'lib ketmas bo'g'iydi bolam. Shunga boshqalardan seni uy oladigan deb anglab, sana uyni sotaylikmikin deb seni izlab meni edim bolam. Uyni setib o'tib, sizlar nada o'ltirsizlar Oshmada? Avval Nurmehmetkanni bir davolatib olaylik. Andin bir gap bo'lar. Uyni olamsan bolam.
Bo'pti, olsam olay. Bu sizlarga yordamim bo'lib qolar. Men to'y qilguncha u uyda o'tiraveringlar. To'ydan keyin bir gap bo'lar. Rahmat, Surat bolam, rahmat. Men uy xizmatini hozirlab beraydi. Men uydan pul akab beray. Bo'ladi, tezroq bo'lasan bolam. Men hozirlik bormasam bo'lmaydi. Ma'qul, xo'sh bolam. Xo'sh. Nurmamat. Tamoq yemsiz. Tamoq yemsiz deyapman. Tamoq emas. Men aroq ichaman. Aroq gap. Bo'lmaydi, aroq ichsangiz bo'lmaydi. Ey, qo'rqamni oz qilib. Endi bo'lmaydi, aroq ichsangiz o'lasiz. Aroq gap, qo'rqamni oz qilib. O'rnimdan turib oladigan bo'lsam, ko'kligim ko'stiba. Nima? O'rningdan tursang, nim qilmoqchi eding? Aroq ichib o'lmoqchimisan? Sen mushundaq hayvondan beter yashab, olamdan o'tmoqchimi? Shu aroqsini neyib qildi-ku? Yana ichmoqchimisan? Bir chaqlarda qandoq yigit eding? Endi turqun qarab boqqina. Nim bo'lib ketding? Sen ayolingga, bolalarыңga nim deb zulm salasan? Sening tupaylingdan bejirim ayol kasaljonga aylandi. Sening sababingdan qizilguldek yigit sargardonga aylandi. Shu ishlarni yetmadimi endi? Asli ular sana nafratlansa bo'ladi. Biroq ular undaq qilmadi. Sening hayotingni qutqizib qilish uchun uyini setib etdi. Nima? Uyni nima qildi? Uyini setib etdi. Uyini setib etdi. Mana bu sening ojizing. Kech kunduz uxlamay sana qaradi. Chunki ularning qalbida sana muhabbat bor. Unda qilma Nurmamat aka. Sen mi odamdek yasha? Ayoling sening muhabbatingga, bolalaring sening otiliq mehringga muhtoj. Yaxshimisiz? Siz nechinchi yil o'qishga kelgan? Men 95-yil o'qishga kelgan. O'qishingiz bitish oldida ekan. Maktab bitirgandan keyin qayerga bormoqchi? Men o'qish bitirib bo'lib, yurtim G'ulja qaytib ketmoqchi. U yerda nimangiz bor? U yerda Nurmamat, qandoqroq tursiz? Ozroq tomoq yeb oling. Yo'q. Ozroq yeb olingmi? Yo'q. Hech nima yegim yo'q. Tüneginden bir kozgam aşmayıvadı. Cık oylandım. Esim doktorun diğerleri doğru iken. Denisim hayvandaki yaşaptım. Sana yüzgülenmeymen Ayşem. Seni harlattım ben. Hikmetli. Öydün koğlap çıkırıptı ben. Şulanı oynasam yüzündeki karasını hıcalatını ben. Ondaq demang Nurmamat. Xo'sh. Uyni yo'qotganimiz bilan uningda nachasi qanday narsani tepib oldi Nurmamat. Keldimmi qizim? Dada, jinim dada. Kızım, beni keçirersen mi? Ha? Beni keçirersen mi? Keçirimen dada. Akamı sizni keçirdi. Akamı sizni keçirdi dada.
Ben oğlum Hikmet izgilenmeymen. Sakayıp çıksam onu çokun izlep tapımen. Onun aldıda gıdayımını dilaymen. Onun hep bu saraymen. Bo'ldi shig'limam dada. Bo'ldi qiling dada. O'zingizni tuting. Undaq deyman. Bo'ldi shig'limam. Akam sizni kechiring. Sizga radio aqash kelgandim dada. Radio. Keling. Radio. Ayşem. Kızım radio işletti. Rahmat. Layık yaxshi so'zlab berdingiz. Bu naqshini kimga atab yozgandingiz? Bek yaxshi naqsh ekan. Men bu naqshamni kayp sapa kayni kirib, aroqning quli bo'lib, illiq oilani vayron qilib, bollarni sargardan qilgan vafosiz otlarga beg'ishlagan. Ning ovozi o'g'lim Hikmatning ovoziga ajab o'xshaydi ekan. Ovozi Hikmatjonnikiga ajab o'xshaydi ekan. Akamiya. Ismiya. Ismini Ahmadjon deb atadi-ku. Biroq ismi o'xshamaydi ekan. Ovozi o'xshagan bilan ismi o'xshamaydi ekan emasmi? Ahmadjon, sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat. Sizga rahmat. Voy, Ahmadjon, Ahmadjon. Ahmadjonaka, ne bo'ldingiz? Sizga ne bo'ldi gap qiling. Doktor, menga gap qilsangiz. O nima kasalga kirib taryapti? Menga deb bering. Uning nemisi? Ne uning singlisi? Undaq bo'lsa bu yoqqa kel. Endi dana, siz uning nemisi? Rasman uning singlisi. Bu ishdan bizmi bak afsuslandik. Chunki u yigit bakli yoshgan emasmi? Menga dana doktor, o nima kasalga kirib taryapti aytib bersingizchi. Oqqan kesiliga kirib bo'pti. Oqqan kesili? Rak kesili demakchimi? Rak! O'tinib qalay uni saqaytinglar. Saqaytibag'imiz bor. Biroq doktor o'tinib qalay, qancha pul kelsin mayli, uni saqaytinglar. Shunga bu yerga yotqizgandan ko'ra uyga olib chiqib operatsiya qilganlar yaxshi. Ya, mümkün emas. Mümkün emas. Ahmadjaka, nima qilay degansiz? Men qilish beray. Choy deydi. Ma'qul, men qo'yib beray. Bo'ldi, hidiver. Rahmat sizga. Sizni ovora qildim. Yo'q. Men doktor bilan ko'rishdim. U sizni hech qanday kesili yo'q. Chiqib ketsa bo'ladi dedi. Doktor chiqib kelsa bo'ladi degan bo'lsa chiqib ketayli. Sapa. Ahmadjaka. Nima bo'ldi? Sapa. Nima bo'ldingiz? Nima bo'ldingiz? Nima qilmaysiz? Yig'lamang. Yig'lamang.
Hiç yo'q. Bo'ldi. Ko'zingizni yerim qilmang, ha? Doktorxonadan chiqib kelsak bo'g'dek qo'y, ha? Bo'ldi, chiqaman. Bu ishni dadam bilmagan bo'lsa bor. Yo'q, unaqa o'tirg'idek bo'lmadi. Bo'pti, uxmasin. Bo'lmasa ansirab qoladi. Bo'ldi, chiqaman. Yaxshimisan, Lale? Sening bizning to'y ishimizga qo'shilganingga rahmat. Sen meni oxir tushunibsan, ha? Men seni deb emas, opamni deb shunday qilyapman. Biroq mening qalbimni hikmat allaqachon egilib bo'lgan. Sen faqat mening jismimga ega bo'la olasan. Men sana burildi degan-ku. U allaqachon o'lgan odam. Hayot bo'lsa, bir apachiq eti bo'lsin keladi. Şu mening muhabbetimni qadrla. Men sening ko'nglingni cho'qim tutib olaman. Shu zilva badan, chiroyli ko'zlar, o'nchidek lavlari, sutdek badanlar mening bo'ldi. Men nima degan baxtlik. Yetimning og'zi ochiq tekkicha burni qanotdi degandek. Bu ko'ylar sog'indi. Taqdir. Sen nima deganinsiz? Mana bu hayotda bir qatam qilib kulvog'idek fursat bermadim. Sana bunchalik adolatsizlik qildik. Oldinda nima gunoh o'tkazgan bo'g'aydi? Emas men yurtimga boray. Ota-onamning didoriga qilmay. Bolani bir ko'rib olay. Endi sen meni boshqalarga xabar keldi. Yalnız o'tiribsiz-ku. Akangiz qani? Akam yotoq uyda. Sabah qizim. Nima ish bo'ldi? Qizim. Ahmadcha ashkanlar bir necha kun bo'ldi tuzukroq tomoq yemaysizlar. Mendan bir ishni yushirib o'tamsizlar qandoq? Bana dana kızım. Sabah kızım. İçimni sıkmay bana dana. Dada, canım ne oldu kızım? Bana dana. Canım dada. Ne oldu kızım? Ahmetcan sizge birini mi dedi mi? Yok dada. Değdisem dilim keyidi. Dinleydisem dilim keyidi. Dada. Zaten neymiş oldu kızım? Siz kamandırıp ketkendi.
Nima dedin kızım? Sana. Rakisa? Canım baba. Rakisa dedi ama. O Rakisa olup kaptım ha. Baba. Endi qanday qilamiz? Taqdir bu. Yaşlı bir yigit. Endi qanday qilamiz baba? O sen ne? O sen onunla belgeçe. Mağla bensi bombas dedi. Bu işini Ahmetcan bilendi kızım. Ya, o pek bilmedi. Ya, bilemem. Ben üzerine saklayamaz kesel bop kalkanım. Bilemem. Canım balam. Benim akıllı oğlum. Ben çiğdeyemay kaldım o balam. Hem de kanda kılım ben oğlum. Canım balam. Canım tata. Ya oğlum, ben seni davaldım ben. Noktada ben seni çatal yap çıkıp davaldım ben oğlum. Benim bütün esli vesli kessim o. Seni davaldım ben oğlum. Noktada ya. Avarım noktada. Elimim ben için nurgun bedel söylediniz. Öz oğlumuzdan çağrı gördünüz. Siz bir atını balık verdiğin hem de neresini verdiniz. Bırak. Bana berişine ötükegende. Bu şok güzel. Beni Allah kaçan canım oğlum. Oğlum. Canım oğlum. Canım balam. Bakın. Öz arzu armağanlarımdan emelge aşmay durup ağlardım kendini Allah'ın bir içine yetişedi o tata. Oğlum. Canım oğlum. Canım oğlum. Ömür menzilimde. Sizden Ebu Sofay'da sizden keçirişiniz ödünü tatlı işim var idi. Ben seni keçirmen oğlum. Kandaklı gibi olsun ağa degin. Seni keçirmen oğlum degine. Ben oğulcunu ayızla Yesus'um. Benim asli ismim Hikmet. Benim ata-anam ve bir sığınım var idi. Allah, benim hayat. Benim dadamdan cebri zulümüdür kurtulmuş. Hem bu demiş arkalık anamı kesel azabıdın. Namuratlıkını kurtulduruş için şehirge iş izlep girgen. Bəxtli yarışa sizge yolu kop. Derdim gidek oldu. Ben ulanı emin etme yadımdan çıkamadın dada. Ben bir dili berip ulanı hayran kaldırmak için oldum. Kaçırak bu yada katleziş tutundum. Lekin adamın gelip parakende kılışıdır. Öz yalgancılığımın kaşkarınıp kılışıdır. Övünüş fırsatının koldan geçişidir.
Dada. Lekin meni tashlab ketishni, sizlardan foydalanishni o'ylagan emasman, dada. Mening qalbimda sizlarga cheksiz bollik mehr-muhabbati bor. Meni ash sahrada Lola ismli bir qiz tug'di. Ben pul tepib berib, uni bilan to'y qilib, oila qurmoqchi edim. Sizlarning menga singdirgan ajringlarga javob qaytarmoqchi edim. Hammasi shirin tush oldi. Bu armonlar yuragimda tonchiqib qoldi. O'g'lim. Bu gaplarni hamon demoqchi edim. Dada, meni kechirsangiz. Meni kechirsangiz, dada. Jenim o'g'lim, seni kechiraman, jenim o'g'lim. Sen mening ota-onangning o'g'li emas. Sen bütün Uyg'urlarimizdan faxrlik o'g'li balam. Sen mening faxrlik o'g'lim, jenim balam. Dada. O'g'lim. Dada, sizin ödünüzden bir iltimasım var idi. Neymi iltimas balam, devegin. Ben Zehra'da doğuldum. Şu yerde çok oldum. Yardımınız arkalık, elgi tonuldum. Ben öyden çıkıp geldim, 4 yıl oldu. Sizin aş Zehra'da ben üçün 2 meydan oyun hazırlap verişinizni ümit kılımen, dada. Boluda balam, boluda, dada. Kaçan bana sen. Olsa, ertüğün için bana makul balam. Sabah sen bilen bir libasın balam. Rahmet dada. Hoş ballarım. Özünlerini asra hoş. Qaytib kelishingni umid qilaman balam. Qaytib kelaman dada. Men sizning quchuqingizni olacağam. Yo'q balam, undaq dema. Men aran turaman. Aralda turaman. Dada, balam. Hoş balam. Onu bana tapşırın dada. Hatırlayacağım bulun. Ballarım dada. Özünlerini asraqla balam. Hoş balam. Özünlerini asraqla. Hoş. Hoş. Ben de çokum qaytib gel balam. Çokum qaytib kelishingni umid qilaman. Xo'sh balam. Hoş dada. Xo'sh ballarim. Xo'sh. Xo'sh balam. Xo'sh balam. Xo'shal o'ltirib Lale. To'yimiz bo'ladigan tursa. Ha? Surat, bu to'yni bekor qilib atgan. Sen baribir mening qalbimni egilayamaysan. Mening borlig'im faqat xizmat qilamaysan.
Bo'ldi-la. Vaqti kelganda ko'ray. Yaxshi kunlarda uning gapini chiqamoqna. Bugun ataqli bir naqshchi yezimizda o'yin qo'yibdik. Bilib berib. Ko'rib kelsa qandaq? Ha? Yo'q, bormayman. O'zing boring. Bundaq chivin yutib olgandek o'ltirmay, ko'rib kel. Bo'lmasa do'stlaring bilan bog'na. Lale? Lale? Onasi, nimanda xiyol surib o'ltirib ketdi. Suratning o'ltirishgan. Mushu 10 kun ichida uyni bekor qilib beringlar deydi. Qandaqmi qilamiz endi? Boshqalarning uy izlandiq endi. Uyni bekor qilib bersin dedim. Undaq bo'lsa, men bir boshqalar bilan ko'rish boqay. Ha? Amal bo'qala. Dada, apa. Buguncha yezimizda o'yin bor ekan. Nima o'yin ekan u qiz? Ahmadjon Mutallibning maxshi kechiliga o'xshaydi. Unda bo'lsa tomoqni tezroq yetkazim. Berib, ko'rib kelayli, ha? Tezroq tushla. Hozirla tayyor qilaman dada. Ana ko'ringan bizning uy. Shundaqmi? Qarang, bir ayol chiqdi. U kim? U mening opam. Yaxshi turibdi. Men yo'ladim. Sabah, men opamning oldidan o'zimni o'tamayman. Canım baba. Beni kechirgin. To'g'ri, o'g'lim hikmatjon ajabga o'xshaydi ekan. Nima bo'ldingiz? Xudo. Öz apam oldu, bilemizsin. Bu neyini degan azap? Ondaq bir konuşup berey. Ben birdinli payda olup, ben gülüp yok olsam, ular bu azapı ben taşıp veremeydi. Hadi, yürü.
Bugünden buyan özünün lirik naqşlari, yaqinlik ovozi bilan bizga cheksiz ma'naviy oziq ato qilib kelayotgan Şinjan san'at maktab o'quvchisi Ahmadjon Mutallib yezimizga alohida qadam tashrif qildi. Uni qizg'in qarshi olaylik. Men bugun söyümlük ana diyar ve barlığına bilen yüz görüşkenlikimden çeksiz xoşalman. Rahmet sizlarga. Men oldi bilan o'z ijodiyatimdan orman bilan ketadigan o'xshayman degan naqshamni huzuringizga sunmoqchiman. Qani, marhamat.
Hürmetli tomoshabinlar, o'yinimiz mush yerda oxirlashdi. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. U bolaning ovozi Hikmatning ovoziga ajab o'xshaydi ekan. Nima xayol qilyapsan, Lola? Hech nimani. Atik o'ldirishimizga boyamqi naqshchi bolani taklif qilgan bo'lsak bo'pti ekan. Boyaqi naqshchi bolani demsan? Senni xo'shal bo'ladigan ish bo'lsa, bo'ladi chaqiraylik. Bu naqshchi bolaning ovozi o'g'limiz Hikmatjonning ovoziga ajabmi o'xshaydi ekan, ha? Ko'nglim Hikmatmikin deb tuyuqib turibdi. Biroq ismini Bo'ldi, qo'yinglar, xotin. Ahmadjon deb ismi aniq tursa, Lalaning uyi, o'sha uyning orqasidami? Yo'q. Ol tarafda. Boraylikmi? Yo'q. Ularni jiddiy to'yga tayyorlik qilyapti deb angladim. Sizning kelganingizni o'qsa, Lala hargizni to'y qilmasmi? Nima foydasi? O'zimga ayon. Faqat
2 kunlik vaqtim qoldi. Hargiz undaq deyman. Ahmetcan. Assalomu alaykum. Va alaykum Yasirlar bo'lsam chiqib ketibsizlar. Bizning yezimizdan eng yaxshi yerim shu. Men sizlarni bu yerdamikin deb izlab kelishim. Bu yer yaxshi kel. Bir aytishingiz bormi edi? Ha. Mening ismim Surat. Bugun tushdan keyin mening maslachim bor edi. Men ishinglarni alayda qadam tekshirib qilib beramdikin deb keldim. Vaqtinglar chiqsa qatnashib bersanglar. Bo'ladi. Yaxshi gapgan bu. Kim bilan to'y qilasiz? Yezimizdan eng go'zal qizi Lola bilan. U sizni yaxshi ko'ram-da. Buni so'rab qoldingizmi? Bo'ldi. Tushdan keyin o'ltirishingizga biz cho'qim boramiz. Xotirjam bo'ling. Rahmat sizlarga. Men sizlarni kutaman. Ma'qul amsa. Ma'qul. Tushdan keyin ko'rishaylarmisa? Surat. Ha? To'xtab turing. Nemishdi? Bo'ldi. Tushdan keyin paranglashaylik. Ma'qul. Ağırlar, kuran mehminimiz çokum kilidi. Mehminimiz kayakçı. Külçü çakşakla oturmayınız mı vallahi? Hadi. Evet. Kaptan. Sana oturalım. Gel buraya. Tamam. Hadi. Yaxşımısınız. Gel al. Oturalım. Gel. Kelin Allah bek yaxshi oldu. 30 o'g'il 9 qiz. Biz yo'li qirg'an mehmonlarmi kep bo'ldi. Bugun Lola ishkimizning, to'yimizning maslahatchi. Şu oddiy o'smo ko'pchilikka bu dasturxonni hazırladik. Qanamiz do'stlar, ichilib, yeyilib o'ltiraylik. Tomoq chiqcha, qani. Bu naznimatlardan og'ash o'tirsanglar. Kelginlardan minnatdor bo'ldim. Yo'q, undaq dema. Sizlar to'yimizni ushtirib bergan bo'lsanglar bek yaxshi bo'ladi. Bu shunday qilamiz. Bu yerga kelib tushunib qoldinglarmi? Jinim Lola, meni unutqansan. Asli bu to'y bizning bo'lishi kerak edi. Rahmat. Lekin seni muhabbatingdan, yaxshi ko'rishingdan ayrilib qolish, o'limdan ortiq azob emas. Men bu ishni oydinlashtirib olmasam, yo'limda muhodirga yetolmayman. Sen meni muhabbatimizga zotan kim xiyonat qildi? Zerikib qolmagansiz, a? Yo'q. Kechiringlar. Ikkimiz sirtib chiqib ketsak bo'pti. Hozir nima? Sababsiz o'tirdim. Nemişti? Beni nemik chaqirgandingiz? Dostum, bu men Hikmet. Beni tondun mu? Canım dostum, seni pek sığındım. Pek sığındım seni. Canım dostum. Sen bu işlerini özü yoşurup da dep, menden reyce atsan şundak mı? Yok.
Rejime dostum. Seni köp qetim öz işlerim için çaptırıp bek avarı kılıp ettim. Sana rahmet adaş. Ben senin dek dostum boğanlıkıdın dağırını men. Kıyametki ağinlerle sen de kılalaydı adaş. Ata-anamның ahvali, singlimning ahvoli qandayroq? Bana so'zlab bergin. Sen, canım adaş, sen bunda yasinib, sen, dostum, sen, canım dostum, ben senden ömürlük ayrılış aldı turmadım ben. Bu yaykini tonu çıkmayan adımımı fakat sen birla. Benim yana bir neçe günlüğümde kaldı. Şuna ata-anamgımı, Lale'gimi tonuşup vermedim. Lekin bu toyunun tegiga hiç yetemedim. Bana zaten kim hıyanet kıldı adaş? Beni gep sorma, beni gep sorma. Ne buldun söret ha? Ne buldun söret ha? Beni gep sorum deymen, beni gep sorma. Beni gep sorma. Dostum, sende kumanlık derdim yok. Çünkü sen vicdan ilgisi. Sen bundan numusuzluğun herkes kımaysan. Beni gep sorma. Beni gep sorma. Beni gep sorma. Ne buldu Allah? Hiç nima bo'lmadi. Sizni ko'pchilik bir naqsha aytib beramdiki deb saqlayotdi. Mana hozir. Yuring, surat. Sizlar kirib turinglar. Men orqalardanla kiraman. Qaraganda Lola vijdonsizlik qilmagan. Surat menga deyolmay vijdon azobida o'tib dedi. Qadrdon do'stim. Köpçülükке rahmet. Ben burun bir dostumga sana berişlap bir nakşi icad kılıman. O nakşini senin toyunda aytib beraman degan edim. Ben şu nakşamni sizlarga aytib beray. Nakşini bakma anlagım keldi. Haras Hikmat, menga berişlap nakşi icad kılıman degan va'dangni unutib qolmadingmi? Unutib qolmayman Lale. Ben cho'qim bir kuni sana berişlap nakşi icad qilaman. Bu nakşini ikkimizning to'yida aytib beraman. Tezroq yetkazgay ilohim. Yüzünler esmedim seni, hicranından kıynadım Yüzünler esmedim seni, hicranından kıynadım gülüm bana bergen derdiler İp kana bir ip kana gülüm bana bergen derdiler Abed men senin diygen men senin diygen Abetmem senin diyem ben senin diyem Beslemni reddiler güllerde Dursam gar hayat yürgen Beslemni reddiler güllerde Dursam gar hayat yürgen
kelmeskençe Bugünga ayrılıp senden Bu yelkemge bürünmekte Bugünga ayrılıp senden Bu yelkemge bürünmekte Gelmekte acep Hem giderler kalar bu alem Ben Süleyman Ben gülükçe aman bulalem Ben Süleyman Ben gülükçe aman bulalem Ben Süleyman Ben gülükçe aman bulalem Men gidermem kalan bu alem Men gülükçe aman bulalem Men gidermem kalan bu alem Men gülükçe aman bulalem Hikmet! Siz Hikmet şundaqmı? Yo'q, yo'q. Qayqı naqşı maň beğişlangan naqşığı, ha? Gep qılıňa. Yo'q, siz meni xato tanib qoldingiz. O Hikmetken. Hikmet! Hikmet, to'xtab turing, Hikmet! Hikmet! Siz yalğan aytyapsiz. Hikmet, siz şu. Qayqı naqşı maň beğişlangan Yo'q, men naqşı Hikmet emas. şundaqmı, Hikmet? Men Ahmet. Meni aldatyapsiz, siz Ahmet emas. Siz Yo'q, Rasul Hikmet. Yalğan dawatsız, siz Hikmet. Nima gap yolg'on aytasiz Ahmetjon? Ko'zlaringizga talmir, qo'llaringizni tutib turgan mush qizni 3-4 yildan buyon yod etib kelgan Hikmat siz emasmi? Siz kech kunduz Lolani baxtli qilishni o'ylagan Hikmat siz emasmi? Rasul Hikmet bak. Ben şu Hikmet. Bu senma. Lale. Ben seni de deli günlerini kömüdüm. Ben seni kancılık küttüm bilemsen. Sen tekli şahsiyet gelsen Hikmet. Bana nimişki birer parça bir xat yazıp koymaysan. Nimişki xat yazmaysan Hikmet. Gep kala. Yazgan. Ben şöhret arqılı sana xat yazgan. Bana birer parça mı tegimidi o. Sen beni aldın. Ben yazgan. Sen beni aldın. Ben yazgan. Bana geçir ola. Ya öpürüm güçlenmeyim. Beni geçir ola. Ben adam emez. Ben adam emez. Ben hayvan. Ben hayvan. Beni urgun. Hikmet. Beni urgun canım adaş. Beni urgun. Beni urgun canım adaş. Ben adam emez. Ben hayvan. Beni urgun. Yok. Ben öyle adaş. Ben öyle. Urgan bile faydası yok. Seni emdi. Öz vicdanım sorak kısın. Beni urgun adaş. Beni urgun. Ben Lale'ni çeksiz yaxşı görsem mi? Bak hem de onu bəxtli qılamayım. Yok. Ben seni bəxtleyim. Ben öyle adaş. Ben öyle. Ben öyle. Beni urgun canım adaş. Beni urgun. Sen. Beni urgun adaş. Sen beni kıynıma razık veremeyme. Benim kalbim Allah birli sana nasip Hikmet. Sen beni kıynıma. Endi onda kıynıma. Dardaşlık veremeyme. Endi ölüp kalamam. Bana ölümün gibini kıma Lale. Bu rezil ölümden bilelik etsin. Ben ötüş aldı durgan bir şah. O sana endi yorultup veremeydi Lale. Hikmet! Ahmetcan! Hikmet! Ahmetcan! Hikmet!
tatqılığa büküyorum adamsın. Bana bir katım. Bana fakat bir katım külgüdek fırsat versin. Ben Lale'ni yani sakın özümü bağırma adamlığa. Göremeyim atan ata-anamı hoş almışsam. Bu bana nimet tatqılıqtı. Oldu kılım. Sarı kılım. Sabah. Oldu kılım. Ahmet yandı. Bana ne geldin? Oldu kılım. Sarı kılım. Sakın meydanda nurgun kişiler saklap kaldı. Şeydi bana. Lale, gözünü aç adaş. Lale, gülsün ebe, Lale uşak geldi. Hikmet. Hikmet. Ay. Hikmet. Hikmet. Neredesin Hikmet? Hikmet. Hikmet seni. Hikmet. Oy kızım, nimdeydiğansız Hikmet şu ketken çıkanmedi. Akım ketdi mi? Akşam nakşetxanayı bala Hikmet şoken. Yürügüm tonup diken oğlum ne? Benim akım, sen nerede? Hikmet. Oğlum Hikmet çattı mı? Hikmet. Tez bulunlar. Hikmet benim oğlum. Hikmet. Hikmet. Evet toplu mu? O nerede ki o? Nakşetxanayı diken meydanda tez bulunlar. Çakkan baraylı. Hikmet. Hikmet oğlum. Hikmet. Hikmet benim oğlum. Geldin mi sen? Hikmet. Tez bulunlar. Hadi ben geldim oğlum. Benim akım. Tez bulunlar tez. Tez. Hadi şey, çakkan bozma. Bana. Oğlum kaptı. Benim Hikmet'im kaptı. Benim oğlum kaptı annesi. Oğlum kaptı. Hikmet. Hikmet. Hikmet oğlum. Hikmet. Hikmet. Benim oğlum. Benim oğlum. Hikmet. Oğlum bana ben geldim. Bana ben geldim. Oğlum Hikmet. Doktor, Ahmetcan qandaqarak? Doktor balının ahvalı qandaqroq? Amal bo'lmadi. Faqat amal qilamidik. Kirib didarlashaylikmi? Voy nima gap bu endi? Doktor nima gap bu? Voy isi. Hikmet, Ahmetcik. Hikmet. Benim akım. Benim yakşı akım. Batın yalıktaki bir talı akım. Benim akım. Oğlum Hikmet. Nim bo'lding o'g'lim? Bizni shuncha uzun tashlab etamsan. Yo'q, endi tashlab bo'lmaydi jinim o'g'lim. Yuragimning parisi qo'zam. Bizni tashlab ketma qo'zam. Hikmet. Hikmet Sensiz qanday oğlum. yashayman qo'zam. Hikmet oğlum. Meni tatqilib. Keçirgin balam. Beni kıkan ben senin aldığın eyipkar. Beni geçiriver canım balam. Ben senin onunda muşkişerlik kurbanım gideyim. Ayım yüz kıvırıp fırsat versen olmamdı. Canım balam. Sensiz qanday yashayman. Jinim o'g'lim. Nima tatqiliq bu? Canım balam, beni keçir. Oldumda ben ayıplıyım. Qanday qilay Beni o'g'lim? keçir, canım balam. Yuragimning parisi qo'zam.
Dostum Pandavra. Beni korkutma canım dostum. Pandavra. Mana nima bo'lsa Sen qarayammidim. Ben de Asabken seni razı qo'ydim. Şiirin arzularım var. Bırak ecel ulandım. Jinim bana. Bu alemde kızım tırmanlıklarını bilen, bu alemde kızım tırmanlıklarını. Sen yaxşı adam boğun olduğunda hoş oldu. Sana ne rahmet dada. Neyim Cemil dada, babamın halidir. Bu dünyası bir balsınlığının halidir. O dada. Dadamı menden razı ol kesin. Undaq deyna. Gel Lale. Mana Bırak geldim. Ben seni bir gün yardımcı çıkarmıyorum. men mishoyman. Ben seni bırakçı edim. Bırak. Bırak ki bunu değil. Ben sana bakayım. Ekilsen için sefer boğan. Seni bütün ömürde söyledim. Önümde bahtsızlıkla unutma. Seni unutmayman. Akıllı Lale. Mana bo'ldi. Sen üçün aytgan naqshilarim, yurak so'zlarim, arzu armonlarim bor. Obdan saqlig'im. Bakın, yerimde kılınan İsmet. İsmet. Hikmet. Canım balam. Hikmet. Senin bu kısqığına hayatın ölçmez hem ölmez hayat. Sen aramızdan baldırlı ketken bolsan mı? Senin emdikin, faziletin, ruhin bizle mengü yaşaydı. Bu bizden kalbimizde. Ben senin
qisqagina hayotingdagi odamning qalbini ezgudek sarguzashtlaringni yezib butun elga to'nitaman. Sen bo'lmagan ishlarni qilishga tirishiman. Xotirjam yot o'g'lim. Oğlum. Oğlum. Elvida oğlum. Elvida. Elvida. güzel